akam aytganlaridek o'tirib olinglar. 82 yoshli pensioner bobom borlar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Bugun pensiya olgan ekanlar. Ma'lum miqdorni tanga berishdi. Ya'ni 200 so'mlik. Bu 200 so'mlik nafaqat yosh katta odam, o'rta yoshli odamlar ham son sanog'iga fahmlashga adashadi. To'g'rirog'i bobom ishlata olmay, ozgina qiynalib, bolam shularni katta pul qilib bergan deb olib keldilar. O'sha pensiya tarqatadigan odamlardan iltimos, Allohim sizlar ham shu 82 yoshga kiringlar. Lekin yosh katta odamlarni, misol uchun ko'z nuri yoki boshqa fahm farosat deganda hisobga olgan holatda yoshlarni buni azob bermasalar yaxshi bo'lardi. Sal bu ish noo'rinmi deb o'yladim. O'shanga iltimos qilardim ularga buncha tangani yosh kattalar ishlatishga qiynalishadi. Ammo joyga o'tadi, o'tmaydi demoqchi emas bizlar. Prosta yosh katta odamlarga ozgina qiyinchilik tug'diradi. Salomat bo'linglar.